Salom do'stlar, bugungi darsimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan koreys tilida boshlang'ich darslarimizni 10-mavzusiga yetib keldik. Demak, bugun sizlar bilan koreys tilida raqamlar, sanalar va hafta kunlari qanday aytilishi haqida o'rganamiz. Birinchi, raqamlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, koreys tilida 10 gacha raqamlar qanaqa aytilishini ko'rib chiqamiz birinchi. Demak, bir raqami il, ikki raqami i, 3 sam, 4 sa, 5 o, 6 yuk, 7 chil, 8 pal, 9 ku, 10 ship. Hop, demak, mana shunaqa raqamlar bor. Bu raqamlar asosan demak, hafta kunlarini aytishda, sanalar aytishda ishlatiladi. Endi sanalar qanaqa aytilishi haqida gaplashamiz. Koreys tilida sanalar birinchi oy, keyin kun shaklida keladi. Masalan, oy degani wol degani kun bo'lsa il bo'ladi. Mana shuni oldiga nechinchi oy, nechinchi kunligini yozib aytishadi. Masalan, birinchi oy bo'lsa, birinchi oy, 3-kun demoqchi bo'lsak, il wol sam il deb turib aytib ketishaveradi. Masalan, il wol sam il. Bu degani o'sha birinchi oyda 3-kuni degan demak sanaga to'g'ri keladi. Endi koreys tilida oylar o'zi umuman qanaqa aytiladi deydigan bo'lsak, juda ham oson. Mana bu koreyslar volni oldiga o'sha nechinchi oyligini qo'shib qo'yishadi xolos. Masalan, ilvol bo'lsa birinchi oy bo'ladi, ya'ni yanvar. Ilvol o'zi birinchi oy degani tarjimasi, lekin koreyslar shunaqa o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi oy qilib tartiblab aytib ketishaveradi. Alohida masalan bizdagi o'xshab yanvar, fevral, mart degan alohida bitta nomi yo'q. Shunchaki mana bu vol, ya'ni oy so'zini oldiga tartibini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Keyingisi ivol. Bu ikkinchi oy, ya'ni fevral bo'ladi. Samval. Samval 3-oy. Mart. Saval. Saval 4-oy. 4-oyimiz demak aprelga to'g'ri keladi. Keyingisi oval. Oval may. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa yungval. Yungval o'zi yugval deb yozilibdi, lekin yungval deb o'qiladi o'rtoqlar. Shunisiga e'tibor berasizlar. Bu demak iyun oyi. Keyingisi chilval. Chilval demak iyul oyi bo'ladi, ya'ni 7-oy. Mana bu chil so'zini, chil raqamini volga qo'shib aytilyapti. Keyingisi palval. Palval demak 8-oy, ya'ni 8-oyimiz avgust bo'ladi. Keyingisi kuval. Kuval. Kuval demak 9-oy. 9-oyimiz sentyabrga to'g'ri keladi. Keyingisi shival. Shival demak oktyabrga to'g'ri keladi. Shibilval. Shibilvalimiz demak noyabrga to'g'ri keladi. Shib-ival. Ivalimiz dekabrga to'g'ri keladi. Xo'p, sizlar shu yerda ikkita yangi narsani o'rgandinglar. Ya'ni 11 degani shib-i. Shib-i ekan, ya'ni 10 so'ziga shib-il. 10 raqamiga 1 ni qo'shyapti. 11 o'zimizni oddiy raqamlash tizimi. Shib-i bo'lsa, 12 bo'lsa, shib-i bo'lar ekan. Demak, 10 ga 2 ni qo'shyapti. 2 ni qo'shib yozyapti. Shib-i 12. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Koreys tilida oylarni aytilishi mana shunaqa tarzda bo'ladi. Endi sizlarga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Yozuvda koreyslar mana bunaqa alohida shibi qilib o'tirishmaydi. Shunchaki raqamni o'zini qo'yib qo'yishaveradi. Masalan, 11 vol degani o'sha 11-oyga to'g'ri kelaveradi, ya'ni noyabr.
koreyslarning aytishda shibilvoy deydi. Shibilvoy desa o'zi avtomatik noyabr deb tushunishaveradi koreyslar. Qolganlari ham o'sha masalan o'val 5-oy deb aytmoqchi bo'lsa, shunaqa 5 qo'yib volni qo'yib ketishaveradi. Ya'ni mayga to'g'ri keladi. 5-oy may. O'val mayga to'g'ri keladi. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar, koreys tilida oylar mana shunaqa tarzda yoziladi. Endi keyingi o'tishimiz kerak bo'lgan narsa hafta kunlari haqida gaplashamiz. Hafta kunlari qanday bo'ladi? Xo'p, o'rtoqlar, mana sizlarga hafta kunlarini yozib qo'ydim, chiroyli qilib. Endi bular tarjimasini ko'rib chiqamiz. Demak, Waryoil degani dushanba, Payoil degani seshanba, o'z tartibi bilan ketgan, Suyoil chorshanba, Mogoil payshanba, Kumyoil juma, To'yoil shanba, Iroil bo'lsa yakshanba. Xo'p, hafta kunlari mana shunaqa tarzda aytiladi. Bular ham o'zlaring uchun yodlab qo'ysanglar foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'p do'stlar, endi sizlar bilan misollari ko'rib chiqamiz bu hafta kunlariga, ya'ni sanalarga oid. Misol uchun 오늘이 무슨 요일이에요 desak, musun yo'il이에요. Bu nima degani desak, o늘 bugun qanday hafta kuni yoki bugun qaysi hafta kuni degan so'rog'imiz hosil bo'lyapti. Demak, yo'il degani hafta kuni degan ekan. Xo'p, endi javob beradigan bo'lsak, aytaylik, to'yoil이에요 deb turib javob bersak bo'laveradi. to'yoil이에요. Ya'ni shanba deb turib javob berib qo'ysak bo'laveradi. Endi sanalarni so'rashda qanday strukturadan foydalanamiz deydigan bo'lsak, myotchil degan strukturamiz bor, ya'ni qaysi sana degani. 오늘이 며칠이에요. Demak, bugun qaysi sana yoki qaysi kun degan so'zimiz hosil degan gapimiz hosil bo'lyapti. Endi javob berayotganda 오늘은 xo'sh, bugun demak 5월 bo'lsa 5월 18일이요 deb turib javob bersak bo'laveradi. Bugun 5-oy 18-kun deb turib javob bersak bo'laveradi. Xo'p, myotchil bu yerda qaysi kun yoki qaysi sana degan ma'noda ishlatilyapti. Shunaqa gaplar. Endi yana bitta varianti bor. Onje degani bu. Masalan, nima desak bo'ladi? Onje degani qachon degani. Aytaylik, 생일이 언제예요 deb so'rasak, ya'ni tug'ilgan kuning qachon deb turib onjeni ishlatishimiz mumkin. 생일 degani tug'ilgan kun, onje bo'lsa qachon degan so'zimizga to'g'ri kelar ekan. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi yana bitta kichkinagina grammatikamiz bor. Biz hafta kunlarini aytayotganimizda mana shu hafta kunida biror narsa qildim deb turib aytishimiz mumkin. Ana shu da qo'shimchasini o'rganamiz hozir sizlar bilan. O'sha da qo'shimchasi oddiygina bo'ladi. Masalan, 일요일에 nima desak bo'ladi? 집에 있어요. 일요일 yakshanba, ni qo'shsak yakshanbada bo'lib qoladi. Yakshanbada uyda bo'laman. Yakshanbada uyda bo'laman degan gap hosil bo'lyapti. Endi yana boshqa misollarni ko'radigan bo'lsak, nima desak bo'ladi? 월요일에 영화를 봐요. Demak, dushanbada yoki dushanba kunida kino ko'raman degan gap hosil bo'lyapti. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi bu qo'shimchasi faqat hafta kunlari bilan ishlatilmaydi, boshqa kunlar bilan ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, hyuil bor. Hyuil degani dam olish kuni degani. Dam olish kuniga ham ni qo'ysak bo'ladi. O'shanda dam olish kunida degan so'zimiz hosil bo'lib qoladi. Hyuil에 dam olish kunida nima qilamiz? Dam olish kunida
Xo'sh, aylangan chiqamiz deylik. 산책을 해요. Dam olish kunida sayr qilgani chiqaman. Sanchek degani sayr qilish degani. Dam olish kunida sayr qilgani chiqaman yoki sayr qilaman degan gap hosil bo'lyapti. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi sizlarga yana bitta bonus bor. Bonus bu har doimgidek bizda dialogimiz bo'ladi. Dialogni ko'rib chiqamiz. Bugungi dialogimizda Minsu bilan Akira ishtirok etyapti. Minsu so'rayapti. Demak, 5월 9일에 시간이 있어요. 5-oy 9-kuni vaqting bormi deyapti. 5-oyimiz demak mayga to'g'ri keladi o'rtoqlar. Bu yerda shigan degani vaqt so'zi ekan. Akira javob beryapti. 9일이 무슨 요일이에요? 9-kuni qaysi hafta kuni edi deyapti. Hafta kunini demak esdan chiqarib qo'yibdi. 9-kuni qaysi hafta kuni edi deyapti. Endi Minsu aytyapti. 금요일이에요. Demak juma deyapti. 금요일에 파티가 있어요. Juma kuni parti bor ekan. Parti degani o'sha o'tirish, ziyofat deylik. Partida o'zimiz so'zga aylanib qoldik, parti ham o'zi. Juma kuni parti bor deyapti. Akira aytyapti. Miyaniyo. Kechirasan deyapti. Miyaniyo degani uzr degani. uzr, 금요일에는 약속이 있어요. Juma kuni 약속im bor deyapti. 약속 degani kelishuv degani, ya'ni kim bilandir uchrashishga kelishib qo'ysangiz, ana shu 약속 bo'ladi. Demak, 금요일da juma kuni 약속im bor edi deyapti. 친구하고 같이 영화를 봐요 deyapti. Ya'ni o'rtog'im bilan birga kino ko'raman degan gapimiz hosil bo'lyapti. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, dialogimiz menimcha sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Umuman olganda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, fikrlaringni kommentariyada yozib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna ham bo'lib qo'yinglar. Demak, yana bitta qo'shimcha, Telegram kanalim bor. Ana shu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ham yaxshi Koreyaga oid, koreyslarga oid foydali ma'lumotlar berib boraman. Demak, bugungi video shu yergacha edi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.